komissiyani tezroq qilib, bu o'sha qaror ijrosi. Komissiyani o'zi tuzadi. O'sha muddatlarda ta'minlash imkoniyati bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Ketsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bu yerda o'sha narsa belgilangan tartibda ko'rsatilgan-ku. Belgilangan tartibda o'tilgan bizda. O'sha 17-anaqa bo'yicha o'tkazsa bo'lmaydimi? Ichki komissiya tuzib, tuman hokimligi o'zi ichki komissiya tuzib, o'zi tanlab oladi. Shunday. Faqat biz o'sha qarorga qo'shib ketayotganim o'sha 17-sonli farmon asosida ishdan jadallashtirish masalasini qo'yib ketsak bo'ldi. Boshqa narsa bo'lmaydi. To'g'ri ko'rib chiqaman. Kimda savollar bor? Agar savollar bo'lmasa, bu masalamiz ham doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Hozir o'sha doimiy komissiya raisiga xulosa uchun so'z beramiz. Majid Usmonov, marhamat. Bo'ston tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari Nigam Akmal Hamdullayevning hisobotiga asosan doimiy komissiya xulosasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30-yanvardagi 17-son farmoni hamda 26 yil 5-fevraldagi 49-son qaroriga asosan Agnegampning Bo'ston tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi hisobotda 2026 yil 26 mart kuni mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasining yig'ilishi tinglandi. Tinglangan hisobotda Bo'ston tumanida istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironligi bo'lgan hamda oilasida mehnatga layoqatli a'zolar mavjud bo'lmagan 6 ta oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan 340 million so'm miqdorida mablag'lar ajratish haqidagi taklif tinglangan. Agnegampning hisoboti batafsil muhokama qilinib, kengash qaror loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashining 2025 yil 28 yanvardagi KQ 54-5-son hamda KQ 55-5-son qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadiga muvofiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga doimiy komissiya yig'ilish tugagandan keyin kengash raisi Akmaljon o'zlari va kotibiyat xodimlari bilan biz bu xonadonlarni o'rganib keldik. Haqiqatdan ham ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlar hisoblanadi. Agar qolgan deputatlarimizda takliflari bo'ladigan bo'lsa beraman. Rahmat. Rahmat. Mana doimiy komissiya xulosasini eshitdik. Endi bu masala bo'yicha doimiy komissiya tomonidan ishlab chiqarilgan qarorni sizlarga tashdiraman. Xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashi qaror qiladi. Xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashi qaror qiladi. Bo'ston tuman hokimining o'rinbosari Islayevning tumandagi istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironligi bo'lgan hamda oilasida mehnatga layoqatli a'zolari mavjud bo'lmagan oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha belgilab olingan vazifalar haqidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy o'tkazib berilishi ko'zda tutilgan mablag' bir xonadondan hisob qilingan taqdirda ushbu mablag' keyingi xonadonga belgilangan tartibda ishlarni amalga oshirish uchun sarflashga mumkinligi ko'rsatib o'tilsin. Tuman hokimligi o'rinbosari Islayevga tanlab olingan ehtiyojmand oilalar xonadonlarini energiya tejamkor qilib ta'mirlash uchun tadbirkorlik subyektlarini belgilangan tartibda aniqlash, qurilish materiallari, ish hajmlari va ularning qiymati bo'yicha tavsiya va nuqson dalolatnomalari asosida tadbirkorlik subyektlari bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish, xonadonlarni energiya tejamkorlik qilib ta'mirlash ishlarini belgilangan tartibda va muddatida sifatli amalga oshirishni ta'minlash vazifasi yuklatilsin. Tuman hokimligi birinchi o'rinbosari Abduyusupov tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lar belgilangan tartibda ajratilishi samarali va maqsadli sarflanishi ustidan nazorat o'rnatsin. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi zimmasiga yuklatilsin. Mana shu qaror loyihasi tayyorlangan. O'sha boyga aytib o'tgan komissiya tuzish bo'yicha o'sha endi biz bu komissiyani belgilangan tartibda bu aytgandek ko'rsatib o'tdik. O'sha komissiyani tuman hokimligi tasdiqlaydi. To'g'ri. Kengashimiz tasdiqlaymiz, tuman hokimligi o'zi tasdiqlab, o'sha anaqani amalga oshiriladi. To'g'ri.